Yana shuni bilaylikki, islom dushmanlari islomga tikka hujum qilib hech qachon islomni mag'lub qila olmagan. Ularni bitta taktikasi islomni o'zini ichidan dushmanlarni chiqarib bir-biriga gijgijlar asosida ular g'olib bo'lishgan. Musulmonni musulmonga gijgijlab teskari qilib qo'yilgan. Mana mustaqillik yillarini eslasak, 90-yildan keyin dini diyonatimizga keng yo'llar ochildi. Bu yerda yoshi sal ulug'roq odamlarni hammasi biladi. Masjidlar ko'payib ketdi, mahallalarda masjidlar bo'ldi, xonadonlarda tarovihlar o'qilar edi. Hamma joyda bemalol masjidlarda ham o'sha guruh bo'lib qorilarimiz Qur'on tilovat qilib, Qur'onni o'rganaverar edi. O'shunday ruxsat berilgan vaqtida nima bo'ldi? Odamlarning o'rtasiga tafriqa solindi. Bizni ota-bobolarimiz 1000 yillardan ziyod e'tiqod qilib kelayotgan Hanafiy mazhabiga zid bo'lgan amallarni soxta salafiylar bizni insonlarning o'rtasiga kirgizdi. Ya'ni ominni jahratan aytishlik, shu farz namozdan keyin o'tirib olib tasbih tahlillarni aytib keyin sunnat namozini o'qish, namozda turganda o'sha oyog'ini kerib turib namoz o'qishlik, ana shu bizni mazhabimizga to'g'ri kelmaydigan amallarni kirgizaverdilar. Bizni endi oldindan amal qilib kelgan insonlarga bu narsa yoqmaydi. O'rtada tortishuvlar chiqa boshladi. Hattoki masjidlar, alohida masjidlar paydo bo'ldi. Bizni tarafimizda emas-ku, mana vodiy tarafida shunaqa alohida vahobiylar o'zlariga alohida masjid, sunniylar o'ziga alohida masjid, shunaqa bir holat. Hattoki jamoatlar o'rtasida tortishuvlar bilib namozxonlarni shu O'zbekistonda masjidlarni jamoati bilan masjidlarni jamoati urushgacha bordi. Bir-birini urushgacha bordi. Tafriqada bu arzimagan bitta masala ustida maniki to'g'ri, saniki noto'g'ri, maniki to'g'ri, saniki noto'g'ri deb ikkita bir mahallada yashaydigan, kerak bo'lsa bir oilada yashaydigan aka-uka bir-biriga ziddiyatli bo'lib qoldi. Tortishuv bo'lib qoldi. O'rtada kelishmovchilik chiqib, hattoki o'limgacha bordi, bir-birini o'ldirishgacha bordi. Mana tafriqa qilishlik. Shuning uchun Alloh haq subhanahu va taolo va la tafarraqu, firqalanmanglar degan. Alhamdulillah bu narsani o'z vaqtida oldi olinib, hozir mana butun O'zbekistonimiz bo'yicha qancha masjid bo'ladigan bo'lsa, hammasi birdamlikda shu Hanafiy mazhabi asosida faoliyat olib boriladi. Ba'zi mana Shia masjidlarimiz ham bor. Ular ham o'zlarini bemalol, bag'ri kenglik bilan o'zlarini inshaalloh yo'llarda ibodatlarni qiladilar. Insonlarning tafakkuri kengaydi, uyg'ondi, o'rgatildi bu narsa. Aytishlik davomida. Demak, mana shu o'sha chetdan kelib bizlarga bizni azaldan davom etib kelayotgan mazhabimizga ziddiyatli bo'ladigan masalalarni aytib tanilishlik uchun, shuhrat qozonishlik uchun, uni orqasida turgan dushmanlarni foydasiga ish qilib, xalqning o'rtasiga kelishmovchilik chiqaradigan insonlarni hammasiga alhamdulillah barham berildi. Lekin ular endi O'zbekistonga yasholmay qolgandan keyin ular o'sha chet ellardan o'zlariga nima topdilar? Panoh topdilar. Endi zamon rivojlandi hozir. Hozir zamon rivojlandi. Hammamiz internet degan narsadan foydalanadigan bo'ldik. Qo'limizda telefonimiz bor. Yoshlarimiz ayniqsa yaxshi tushunadilar. Bizda savol tug'ilinadigan bo'lsa, o'sha internetga kirib, o'sha savolni yozadigan bo'lsak, patarlatib hamma javoblarni chiqarib tashlaydi. Uni javoblarini ichida o'zimizning mazhabimizga muvofiq berilgan javob ham bor. U o'sha soxta salafiylar tomonidan buzg'unchilik yo'li bilan berilgan javoblar ham bor. Ana uni ajratishlikni bilmagan, ilmi yo'q insonlar ularniki nafsga yaqinroq bo'ladi. Shuni bilinglar, fatvosi. Fatvoni ular shunday beradiki,
insonni nafsi ko'taradigan, yoqtiradigan qilib beradi. Ko'p narsalarga ruxsat berib yuboradi. Ko'p o'sha buzuqchiliklarga ham kerak bo'lsa, ruxsat berib yuboradi. Bu mumkin deydi. Uni nafsi g'olib bo'lgan odam o'qigandan keyin Hanafiy mazhabida bu narsa mumkin emas desa, ularda mumkin deyiladigan bo'lsa, ha mana bor ekan-ku, buli ham soqol qo'ygan, zo'r, arabchani suv qilib ichib yorib, arabchalab gapiryapti. Buniki to'g'ri deb o'ylab, o'shalarni ustoz deb bilib, o'shalarning yo'liga kirib ketib, hattoki jihodlarga targ'ib qilib, boshqalarga targ'ib qilib, yo'ldan adashib ketib qolyapti. Shuning uchun azizlar, bu narsani biz to'g'ri tushunishligimiz kerak va o'zimizni avlodlarimizga ham to'g'ri tushuntirishligimiz kerak. To'g'ri kelgan masalani internetdan olib, mana shu to'g'ri ekan degan fikrga bormasligimiz kerak. Uni kim tomonidan o'qilinyapti? Qaysi mazhabga muvofiq javob berilyapti? Aqidamizga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Bu narsalarni o'zimiz masjidlarimiz ahli ilmlaridan bir maslahat qilib so'rab olishligimiz kerak. Bo'lmasa adashib qolar ekanmiz. Ana shunday firqaga tushib qolar ekanmiz. Firqalanib qolgandan keyin o'rtada kelishmovchilik albatta kuchayib ketaveradi. Alhamdulillah bizning masjidimizda mana unaqa namoz o'qiydiganlar yo'q-ku. O'sha qo'lini bog'lashlikda ayollarnikiga o'xshab ko'ksiga bog'laydigan bunday qilib yoki oyog'ini kerib o'tiradigan odamlar yo'q. Chunki bizlar o'z mazhabimizga alhamdulillah amal qilib kelyapmiz. Bizning mazhabimiz eng so'nggi, eng oxirgi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hayotlarining oxirida din mukammal bo'lgan vaqtida qilgan amallaridan Imom Azam rahmatullohi alayh va u kishining shogirdlari Hanafiy mazhabini tuzganlar. Mana shu mazhab eng yengil bizni diyorimizga, iqlimimizga, sharoitimizga, urf-odatimizga mos keladigan eng to'g'ri yo'l mana shu yo'l bo'ladi. Ana shu yo'lni bizning ota-bobolarimiz mahkam ushlab kelganlar, alhamdulillah. Biz ham shu yo'lda turishligimiz kerak. Har xil xilof qil tanilasan degan shiorni ushlamasligimiz kerak. Hozir o'sha chetga ketganlarning bitta shiori borda, xilof qilsang tanilasan. Haqiqatan ham hozir mana shu yerda 500 ta odam bo'ladigan bo'lsa, misol olyapmiz. Shularning ichida bitta inson mana shunday qilib kirilib o'qisin-da, 499 ta odamdan ajralib qoladi-da u. Hammani e'tibori o'shanga bo'ladi. Mana boshqacha namoz o'qiyotganmi? Turishi boshqacha ekanmi? Unga hamma zehn solib qaraydi. Bu kim ekan bu? Qayerdan keldi bu? Surishtirishni boshlaydi. Tanilyaptimi? Ha? Odamlarga tanilyapti. Bu mumkin emas, buni bunday qilmaslik kerak desa, uni qiziqadigan odamchalari bo'ladi. O'shani ushlab oladida, keyin hamma joyga aytib yuradi. Palon joyga palonni ko'rdim deydi. Biz ham hamma qilib yuraykan, bu mumkin emas deb aytayapti deydi. Ana o'rtada keyin tortishuv, unisi bilan bunisi tortishuv, talashuv, shunaqa bir holatlarni keltirib, insonlarning o'rtasida oyat keltirib berdi, hadis keltirib berdi, dalil keltirib berdi deb keyin uni tarafdorlari bir-biri bilan tortishib, talashib, urushuvgacha boradi. Alloh subhanahu va taolo bunday tafriqa bo'lishligidan qaytargan ekan.